Bugun sizlar bilan krenka qilamiz. Hozir men kiyaman. Buni kiyaman. Keyin sochimni taraymiz. Ukam bog'chaga ketadi, men maktabga. Hozir ukam buni kiyadi. Keyin buni kiyadi. Keyin sumkasini tayyorlaymiz. Hozir kiyintiryapman men ukamni. Kiyintirib dorilarni solib qo'yamiz, keyin ovqatlanamiz. Hozir planshet ko'ryapti. Aldab sekin kiyintiryapmiz. Kiyintirish ham bo'lsa qiyin. Yechib tashlayveradi, kiyintirib bo'ldik. Endi paypog'ini kiygizamiz, keyin oxirida sochini taraymiz, keyin sumkasiga narsalarni solamiz. Mana endi sumkasiga narsalarni solyapmiz. Hozir keyin ovqatlanamiz, kiyinib, keyin bog'chaga maktabga ketamiz. Men ayamga yordamlashaman. Endi sochini tarayapmiz. Planshet ko'rib o'tiribdi ukam. Bog'chaga jo'nashish qiyin, hamma joyini qilib narsalarni tayyorlash kerak, unchalik qiyin emas. Mana ukam tayyor bo'ldi, endi men tayyor bo'ldim. Hozir sochim tutilib ketibdi, tarayman. Sprey sepaman, tekis bo'ladi. Mana men tayyor bo'ldim. Sochlarimni o'rib, yana xuddi shunaqa qilib, ukam ham tayyor bo'ldi mana. Shuni bo'lib turishini qaraylar, askarga o'xshab tayyor bo'ldi. Hozir dorisini solyapmiz. Ayam kasal bo'lgan, shuncha vitamin dori berdi. Ukam hozir ovqatini beryapmiz. Ovqatini berib bo'lib, keyin kiyinamiz. Ukam kiyintirman. Ukam yeganiga har sachab qo'yapti. Rosa qo'noq, lekin rosa sho'x. Hozir mana kiyinib bo'ldik biz. Ukam tashab, keyin men yana o'zim kirib, narsalarimni tayyorlab, keyin maktabga ketaman. Kecha ovqatlanib olaman, hali yaxshi ovqatlanmadim. Ukam uchoqligidan xayr qilib qo'yib ayamizga, keyin yana men qaytib kelaman. Ukam rosa sho'x kulaveradi. Mana men qaytib keldim. Paypog'im rangiga ahamiyat berib qo'ymanglar. Uni rangi iPhone Pro Max 17 ga o'xshaydi. Ayamda ham yo'q bo'lsa, menda ham yo'q bo'lsa, zato paypog'im rangi o'xshasin. Mana men ketyapman. Hammaga xayr bo'pti, ayo sizga ham.